Benim ismim Erbakıt, familyam Otorbay. 1973 yılı Altay Aymaq'ta Qaba ауданында туылған. Endi yuqori ma'lumot mektab bitirgan. Undan keyin shu mektab bitirgandan keyin shu neftda жұмыс жасадым, neftda. Keyin bu yoqdan 2009 yılı men Qozog'istonga kelgan. Qozog'istonga keldim. Bu yoqda yana shu Qozog'iston Aqto'be Asyada Xitoyning yana ochgan bir neft o'rin bor. Asyada жұмыс жасаған. Keyin 2014 yılı Qozog'istonga men semyamiz bilan ko'chib kelganmiz Qozog'istonga. 2017 yılı 5 ayning 23 kuni aşı Xitoyga dadamning kasal bo'lib og'rib qolganini shuningga borib ko'rishib qaytay deb borgan chaqda aşı chegarada shu 2017 yılı 5 ayning 23'ü aşı chegaradan o'tgan vaqtda mening pasportimni olib qo'ydi. Onun keyin uyga borib, uydagi shu dadam shu kasal bo'lgandan keyin onu operatsiya qilib yasab, uni bamisini ko'rishib, hamda u pasportini keyin so'raganda bular bermadi. Hamda shu chaqda endi bekor yotmayın deb, u yerda hamda bola chaqa mening o'zim ayolim shu Qozog'istonda bo'lgan. Endi shu yerda bekor yotmayın, uni azroq жұмыс жасап, pul topish kerak deb şu Altay Aymaq'ta Ko'kto'g'ay ken aşı neftor yo'q ken aşı temir chiqaradigan bir zavod bor. Ko'kto'g'ay kende shu temir ken deymiz ғой, temir chiqaradigan yer. Aşı yerda жұмыс жасадым. Aşı 7 ayning 17 kuni şu Tarbag'atay Paychiso deymiz ғой. Aşı yerdan atdigan soat 9'da telefon geldi. Siz bizning Tarbag'atay Aymaq'ta nopsingizda o'chirmabsiz. Siz Qozog'iston ko'chib ketgan ekansiz. Siz bugundan qolmay mushu Tarbag'atayga kelib nopsingizda o'chiringiz deb menga telefon qildi. 2017 yılı 7 ayning 16 kuni. Endi men o chaqda dedim, endi men aşı yılı 17 yılı 9 ayning 1'i Qurban ayt. Şu chaqda qaytadan vaqtda şu chaqda borib o'chiray desam, yo'q, biz sizga kel degan vaqtda siz kelmasangiz keyin yomon bo'ladi deb ashunday qildi. Shuning men uni nima qilmadim. Nima qilsam qilmadim. Men bir qatorlik ishlab birdimi qilmagandan keyin deb 2017 yılı 7 ayning 17 kuni atdigan yana telefon qildi. Biz Ko'kto'g'ayga keldik, siz nada deb. Men o chaqda mashinaga shu malni solib Beytun degan yer bor. Xitoyning diviziyasi. Ashiyaga bir 10 necha chaqirim qolganda mening mashina do'ng'ilib yorilib shunday. Shuni yasayotganda telefon qildi. Men o'sha Beytunga yaqin bo'lib qolgan yerda mashinam sinib o'sha yerda qoldim desam, "Bo'ldi, siz shu yerda kutingiz, biz boramiz" dedi. Ma'qul deb. Keyin u do'ng'ilog'imni yasab, ham shu poyezd yuk soladigan yer bor. Ashiya kelganda ular yana telefon qilibdi. Siz nima deb. Men shu poyezd nima deymiz, mal tushirib deb shunday degandim. Bo'ldi, hozir mana keldik deb bir yarım saat bo'lmay aşı ikki odam keldi. Birining ismi shu Tarbag'at Aymaq'ta Paychiso Shinjin Paychiso ekan. Ashining birisi Uyg'ur olim degan ekan. Yana birisi Xitoy. Ikkisi keldi. Xitoyning ismin Wang dedimi, bir kichik Xitoy ekan, u jas kichkina.
Aşı işkisi geldi. Yani bir vaditil deyimiz nimesi. Maşina, küçük maşina aydaydigan çopur omu Uygur balken. Onun ismi kim dedi? Tamam, unutup kaptım ne şimdi. İki Uygur kişi, bir Xitay. Şunun dedi biz şu Tarbağatay Şimcim Paysu'dan sizni aparıp şeyde nopsu uçuruşka bizni jiberdi. Sizge keldik. Kanda biz bilen birge mansanız dedi. Şimdi dedim ben maşina var ama idara orunun maşinası etsem buldu onun emisine biz dep koydu. Hazır adam kep maşinanızı ap getidi. Siz onunla kadırcan bulunuz dedi. Makul onda kusa dep ben telefon kılay onda idaraga dedim. Makul dep şu telefon kıldım. Kılsam buldu. Şu yerde maşina kalsın poyuz vokzalda. Adamlar siz bilen şu azırak cumus olsa şunu bitirip daha keliniz dedi. Makul buldu dep şu yerde şu kişiler bilen Tarbağatay'a kettim. Yani Tarbağatay hem de o pek yirak koyamdı. 6-700 çakırımga yetadigan jerimdi. Şimdi şu yolda mağında Tarbağatay'ın bir Teçangu degen bir yer var. Oğuma şu yana bize Tarbağatay'ın bir Teçangu degen yer. Şu yada bir azırak dem aldık. Bir jartı saat. Ben dedim ben de maşina aydap nima kıladım kiyimini almashtırıp basam deb. Şu kiyimini algandim. Bo'ldi deb. Şu alım degan şu kiyimini almashtırıp alыңыз dedim. Şu dedim kiyimini almashtırıp suga tushib bu yerda. Şu yo'lga mangdik. Tarbağatay kelgan vaqtda 17 kuni 7-ayning 17-si kech tungi soat 12dan asib ketgan vaqt bo'ldi. Tarbağatay. O yak kelgan vaqtda azroq жаңбыр jaup turdi. O kelgandan keyin men yanımda azroq pul bor. Şimdi de men endi mavu uyga saldigan azroq pul bor. Buni men savatay deganda ma bo'ldi salib eting deb shu bankomat bor, avtomat. Aşağı kep şu yerda men shu pulni savatdim uyga. Pulni savatkanda şu alım dedi endi başka pul bormi o'zingga qoldirib qo'ymamsan azroq dedi. Shuni bir Xitoyning yuanidan bir 1000 yuan qolib qoldi. Qolgan pulni shu uyga savatdim-da. Qozog'istondagi shu kartochka tushib bankomatga shu yerdan o'zi cheshib oldi. Shuningga shu Shimjing Payso kelgandan keyin siz ikkinchi qavatga kirdik. Shun bir uy bor ekan. Ortida bir deraza bor, aynak. Lekin onun aqsi ko'rinmadi. Qara aynak yana. Shu yerda o'tirdim. Şuradan 3 Xitoy yana bir aparat tushiradigan bir kishi shunday adam keldi o'tirdi. Shuni meni temir o'ndiq o'tirg'izdi bu yoqda. Temir o'ndiq o'tirg'izib, shuningga so'radi, siz qay vaqtda qachon Qozog'iston ko'chdingiz dedi. Nima sebep bilan Qozog'istonga ko'chdim dedi. Endi men 2014-yili semiyamiz bilan Qozog'iston ko'chdik. Hamda o'zim qozoq bo'lgandan keyin endi u Qozog'iston mening o'zimning shu yoqqa borish bir armanimdi. Shu yerda turganda qalab shunda ko'chdim dedim. Boshqa sebep yo'qmi dedi. Yo'q dedim. Siz namoz o'qiysizmi dedi. Yo'q, namoz o'qimadim dedim. Oğan hozir men tayyor emasman endi. Men birdam ayada biram mayada jumus jasagandan keyin men unga tayyor emasman dedim. Onun keyin siz Qozog'iston borgandan qanday ishlar bilan aralashding? Qanday odamlar bilan ko'rishding deb shunday so'radi. Endi men qo'shnilarimiz bor. Endi o'sha Xitoydan ko'chib borganlar bormi dedi. Bor dedim endi. Biz bir yerda turamiz. Endi unda bir qattiq aralashib nima ketmaymiz. Har kim o'zining ishi bilan ish qildi u yerda dedim. Ondan keyin siz Qozog'iston necha qatim bordingiz dedi. Shu pasportim oldida turganda shuni ko'rsatdim. Necha qatim chiqqan pasportda bor desam, Qozog'istonning boshqa davlatga bordingizmi dedi. Yo'q, Qozog'istonning boshqa yoqqa bormadim dedi. Shuni so'radi. Onun keyin shu sizning telefoningizda WhatsApp bor ekan dedi. WhatsApp bor dedim. Lekin bu Xitoyda ishlatilmaydi ekan.
Қазақстанда biz WhatsApp arqılı işleyip nimetemiz dedik. Şu ağayın dostlar bilen WhatsApp'ta desem, WeChat bilen nimişka gek kılmaysılar dedi. WeChat işletmişse o Kazakistan okumaydı onu dedim. Kazakistan'da WhatsApp bilen iş kıladı dedim. Aşına dedi, aşı vaqtda namaz barken koy WhatsApp'ta sizge nima qilgan. Siz anlapsız koy dedi. Hem de ola hem de namaz emas o dedim. O vağız degan hem de. Mesela yamanlık kılsam bunday buldu, anday buldu degan bir nima kepler o. Namaz degan o 5 vaqt namaz o'qidan unda ish yo'q edi degandim. Bo'pti, shuni tinglagandan keyin shu bizning bu ko'rishga bo'lmaydigan ranjan deydi hamda. Tiyim sağan ranjan bo'lgandan keyin siz shuni qilibsiz. Shuningga siz bizning ma ishimizning hammasi siz nima deydi hamda. Xatolik ishladingiz siz dedi. Ma'an. Shu chaqda shuni dedi. Siz Karsuga aparamiz deb meni Karsuga apardi shu kuni. Shu kuni Karsuga soat men Karsuga borgan vaqtda tungi soat 3-4 ashunda vaqt ekan. Oған apargan vaqtda doktorxonaga aparib meni tekshirdi. Doktorxonaga tekshirtganda mening qo'l oyog'imga kisam ko'zir soldi, boshimda bir qora nimiz qiygizdi. U ikki odam ikki yoqda aparib doktorxonaga shu yurak kasal, qon bosim ammani tekshirib qo'yadi. Ular tekshirib bo'lib, shuning Karsuga aparganda shu qo'l oyog'imni kisam bilan apardi. O'sha yerda men 98 gün yattım. Karsu'da. Ben o çakta kirgen vaqtda 98 kilogramdı. Şu salmağımça. Çıkan vaqtda 71 oldu. Hem de o tamak yok o yerde. Hem sen bir kadın tamak birdi. Hem de onunla toymayımız. O hemen kursağım açtı. Toymadık da vakırasam kep vurdu ola. Aşındak oldu ya. Endi keyin u yerda 2017-yili 10-oyning 14-mi 15 kuni bir qatim shu ularning gapini anglamay qarshi turgandim, shu yerda urib taldirib etdi. O men esimni jiygan vaqtda shu Tarbag'atay aymoqda xalq doktorxonasida yotganimni bildim. Uni meni apargan Uyg'ur kishi ekan, Tayirjon deb ismi. Shu Konstitutsiyaning ikkinchi bastık deymiz mi aşı kadr aşında ekan Tayirjon degan ekan. Endi meni shu yerda urib nimit ketgan Umaqay degan bir qirg'iz aşı adamning adamı. Shu kuni shu jibar deymiz mi endi shuning nimasi bo'ldigan vazifati deymiz mi nima deb aytayotganmiz endi. Shu adamning Umaqay qirg'iz ashining ishlaydigan vaqti bo'ladi. Shuning adamı kelib urib shu taldirib shu keyin men xalq doktorxonasына borganda shu esimni jiysam shunda Tayir degan shu Uyg'ur kishi yanimda o'tirdi. Qanday bo'ldi deb. Yaxshi bo'ldi deb. Bo'ldi, hech kim bo'lmadi, hammasi yaxshi. Qo'rqmamdi deb. Shu mening qo'limga ukol asib qo'ydi. Shu 3-4 ukol asdi, u ukolning shu ma adamning energiyasini nimasini yaxshiratadigan nima ekan. Shu chaqda mening nim bak tushib ketgan ekan bu odamning deb. Shunday. Shundan keyin 11-oyning 23-i bizni shu lagerga apardi. Men lagerga apargan vaqtda bizda shu Konstitutsiyadan lagerga aparganda Chukrat deb bir Uyg'ur kishi bo'ldi. Men bilan birga yotgan. Dilchat deb bir kishi bo'ldi. 2017-yili 11-oyning 23 kuni shu lagerga boradigan bo'ldinglar deb ashunda biz turmada yotganda shu ana Konstitutsiya turma deymiz-ku. Shu yotganda ashunda qildi. Shu men bilan birga borgan shu vaqtda 22 odam bo'ldi. Uning shu mening ismimda qolgani Alimjon degan bor, Abdurshid degan bor, jangi Chukrat degan bor, Tursun Mehmet, Tursun Niyaz, yana birisinin ismi Mehmet. Uyg'ur kishilar jiq u yerda.
Dunganlar var, Dungan. Mavunha, Majoqing, Majoqui, Majongwi, Çoçingsay. Men isimde hem bir de yatkanımızda, bir yatakta yatkanda biz 40 neçe adam yattık. Hem de o yatılan orun 7 kişilik orun. 7 kişilik orunda şu biz 42 adam yattık öyle. Hem de 10 neçimiz eğer 2 saattan күзет kılamız. Ben 2 saat duramam. Menden 2 saat bolğan eken, 2 saat durdu. Aşına aylanıp, aşına orunga yatımız. Bolmasa yatadigan yer yok bu yerda. Şunu sizlarning hamda bu Konstitutsiyada bolğan nimalaring yaxshi bolğanlıqqa gapni bizning deganimizning hammasi o'rindab yaxshi qilgan uchun sizlarni biz lagerga mangizdik deb 22 adam shu kuni mangizdi. O bir mashinada 2 adam, ikki tarafda 2 shejing deymiz ғой. Başımızga qanday qalpoq kiygizib, shu ayağımızda kisen bor, qo'limizda ko'zlar, artimizga mundaq qilib shu lagerga apardi. Lagerga apargan vaqtda shu 11-ayning 23-da tushdan keyin apardi. Lagerga keldinglar dedi, yerda o'tirgizib qo'ydi. O'tirganda shu yerga tizarlab o'tiradigan-da. Namoz o'qiganda bir tizarlaydigan qilib, shunday qilib tizarlab o'tirgizib qo'ydi, boshini ishtim olmadi. Ism chaqirdi, ishi bo'yicha shu lagerning ishga kirgan vaqtda basindagi jangi qalpoqni olib, oyoq qo'lining kisanini olib, shu yerga turg'izadi. Shundan keyin mana Konstitutsiyada kiyib bo'lgan bir xil sariq kiyim bor, sariq kiyim. Shuni shu yerda tashlatadi. Shu yerda tashlatib, kishida endi o'zining tuqunlaring u yerda apargan kiyimlar bor ekan. Masalan, mening dadam, onamning apargan u yerda o'g'lim mana shu o'rganishga kelibdi, yaxshi bo'ldi, men kiyimni bersangiz deb. Ular baldirab uningga bir 2 kun deydi ekan. Shunday uyrenib lagerga boradigan bo'ldi sizning ulug'ingiz. Shunga kiyim aparib beringiz deydi ekan. Shular shu kep kiyim olib qo'ydi ekan. Shu ism bo'yicha shu kiyim akibdi, o'z kiyimimizni kiydik, yerda turdik. Bir manday bir nima berdi? Nima deymiz hamda? Nima deydi-ku? Pinza, bet qo'lchuva. Shuni berdi, lo'ngi berdi. Nima deydi-ku? Tepishga, to'sha. Shuni berdi. Shu to'shani shu chaqda kiygizdi. Mana kiying deb, boshqa namisini oyoqdan kelgani ular olib ketdi ekan. Shuni kiydi, shuni mana odamni 2-qavat 8-yotoqqa aparing, o'rnashtiringlar dedi. Shu meni 2 shejing 2 tarafdan tutdi. O yoqdan da ko'zir kisen samadi bu vaqtda shu. Uni avetdi, shu kun oldi. 98 kun olmagan narsadan shu kuni lagerga borganda oldi. Shuni olib 2-qavatga bordi. Hamma yer temir esik. Shunda bir damopon bor-ku, qo'l tegisa tit deb ochildigan. Shunda ekan shejinglarda bor ekan. Shuni bosida, ochadi, boshida osida, shuningga men 2-qavatga chiqqancha 1-chi, 2-chi, 3 eshikdan kirdim. Hammasi temir shunday. Damopon bilan. Hamda o 8-yotoqqa kirgizgan vaqtda o eshik, temir eshik 3 qulf bor ekan yerda. Eng ustida janjir bilan bunday qilib qo'ygan bir qulf bor ekan. Uning ostida yana bir anday bir yo'g'on darvozani qulflaydigan bir nima bor-ku, bular o'tkazib qo'yadigan. Shunday qulfdan yana bir bor ekan. Uning ostida hozirgi vaqtda qulfni qo'yib bersan, qulf chart et, o'zi qulfdan qoladigan bor-ku endi, avtomat. Shundan birisi bor ekan, 3 turli bor ekan. Shuni bunda bir terizasi bor ekan, kichik. U odamning boshi jartisi ko'rinadi. Bunday kichik eshigi bor ekan, u ochiqqan, shuni kirgizdi. Men kirgan vaqtda shu yotoqda 8 krevet bor ekan. Shu chaqda men kirganda birisining ati Turg'un deb, Uyg'ur. Yana birisining ati kim deya? Men esimga tushgan deyman.
Şu ikisi varken ben kirdim çıboldu. Şunda da lagerden kelgen adamlarning hammasini hozir mushu nimaga uyrenadigan yerga akib hali yaxshi bo'lyotadi. Adam jiq bo'ldi deb. Endi o lager burun shu qartlar uy deymizmi endi? Shu keri anday bir nima deydi? Nima deb aytdimizmi? Lorian deb shundoq uy ekan u. Shuni lagerga o'zgartibdi bu yerda. Shu Tarbag'ataydan shu sirtga chiqadigan yo'l bor. Shuning bo'yida. Uning yanida bir aroq zavodi bor. Shuni yanida. Shuni 2-qavat 8-yotoqda yotdim. Lekin u yerda shu tamoqmi yaxshi ekan, atdigan shu salat beradigan, Xitoyning momisi yana momida yo'g'an. Endi qursoq to'ydi ekan bu yerda. Shuni o'ylab, bo'ldi, momi yaxshi ekan, bo'ldi, chiqmasa qo'yaylar bo'ldi. Uni qursoq to'ydi ekan deb, ashiya qilganda tavba qildi bo'pti dedim. Yerdan ketganimga xo'shal bo'ldim dedim. Shu yerda jattiq bir haftadan keyin bizni maktab o'qiysizlar deb ashna qildi. Shu maktab shu 2-qavatdan yo'g'on bir 100 odamlik bir nima bor ekan, zal bor ekan. Shu yerda bo'ldi. Uning ichida biz 100 odam o'qidik. Tunganma bor, u yerda Uyg'urma bor, Qozoqma bor, Qirg'izma bor, hamma o'tpa u yerda. Shu yerda o'qidik. U yerda biz necha yilga 3-oy vaqtga bizni shu tunganlarni bo'lib qildi o'qitdi, Uyg'urlarni bo'lib, Qozoqlarni bo'lib, shunday bo'ldi bizda. Endi o'sha lagerda uning keyin 3-oyning 17-kuni meni turmaga qaytadan aparadigan bo'ldi bular. Endi u yerda shu darslar o'qitadi, Xitoyning ya'ni shu pingi, avog'i, ivoyi, undan keyin shu Xitoyning siyosati, Xitoyning tarixi, Xitoyning Xinjiangda qanday azod qilgani, ashlarni aytadi. Ya'ni shu bizning turgan Tarbag'atay aymoqning burun tarixi qanday, hozir tarixi qanday, ashni. Undan keyin shu qizil naqsh aytadi. O qizil naqshini biz 20 nechini to'ladik, o'rgandik. Muyugun Chandang Jumiyu Xinjiangga deydi. Shu tuv chiqaradiganni ana jiq voy. Shu 2018-yili 3-oyning 17-kuni meni turmaga qaytadan aparadigan bo'ldi bular. Shu o'chaqda meni so'radi, sizning semyangiz, ayolingizga, bola chiqangiz telefon qiling, ular kelsin-da. Kelmasangiz siz turmaga borasiniz dedi. Men dedim, u Qozog'istonning azamati bo'ldi ular. Qanday keldi ular? Kelmaydi. Mening bu yerda turganimga yetdi. Nima qilsanglar qilinglar. Ular kelmaydi dedim. Unda bo'lsa sizni biz turmaga qaytadan aparamiz. Siz yaxshi o'rganbapsiz dedi. Voy, nega apasan apamamsan dedi. Ne tutsam baribir maqdi. Shu 3-oyning 17-kuni men turmaga yana aparaverdi. Men o'zim turgan boshda turgan turmaga aparmadi. Yanada sağlam bir turma var ekan, nashiga apardi. O'sha bordi, u Tarbag'atayning aşı aymoqda sirtqi yoqni sağın ekan. U bak cho'ng ekan u. U yotoqdan 10 yotoq bor ekan. Bir yotoqda aşı 40 odam yotadigan krevet ekan. Aşı 3 qavatlanday. Asta ekan. Shu men borganda u yerda Uyg'urma, yana Qozoqma, Tunganma hammasi aralashib yotadi ekan u yerda. Hamda uning ichida tualetmi ana shu taratxona deymizmi shu tualet. Hammasi shuning ichida ekan. Burun biz men Karsuda yotgan vaqtda shundaq-ku. Umi shundaq ekan. U yerning birinchi postlig'ining ati Pan degan ekan. Pan Shiming degan Xitoy ekan. Aşı dedi, mani 2-yotoq qapir deb shundaq uyga qapardi. Uyga borganda
biz Kansu'da yatkan aşı Uygur ballabatı hammasi shu yerda ekan ulama. Bizi Chukrat deymiz, Qurbanjon deymiz, Alim deymiz, Abdurish deymiz. Voy sizlar shu yerda ekansizlar jiq vaqt bo'lib ko'rishmagan desam, voy musha yaxshi ekan hayotdan debdi. Nim desam, u yerda kunda o'qitib boshimiz og'ritib etdi, o'qimasak ulab birdimini. Bu yerda o'qimaymiz, beka yatimiz, tamoq yeymiz, yatimiz dedi. Shunaqa bu yerda shu paramlashib, bumi boshqa bir necha kun shu yerda shunday bo'ldi. Ondan keyin u yerda shu maktab o'qiydigan qildi. Maktab o'qiganda shu mana shu darajaga qarab o'qitadi ekan. Shu maktab o'qimaganlarni shu puban, chamban, yamban deb shunday bo'ladi ekan bular. Shuni bizda puban bo'ldik. Uyg'urlarni bo'ldi, ular chamban bo'ldi. Puban, chamban, yamban, yangwanban, changwanban, puganban deb bo'ldi ekan yerda. Bir yatakta yatgan adam biz haftasına 2 qatim maktab kirib o'qiymiz. Maktab bo'lganda maktab emas u. Shu eng bir ulkan zal. Shu yerda o'qiymiz. Uning o'rtasida temir tor qo'yib istagan maktab kiramiz. Muallim bo'lak turdi torning sirtida. Bizmi bo'lak o'qiymiz. Umi o'qigan shu yana shu Xitoyning avog'i yana shu Yarsan avog'i Xitoycha gap qildi. Xitoycha gap qilsinlar, gapirib so'ylashlar, o'zingni Xitoycha tunishtirasizlar deb ashunda hammasi shu Xitoycha nima qildi. Bu yerda endi ashunda qildi 4-oyning 17 kuni bir oy bo'lgan vaqtda. Ashunda o'qiyotgan kezimiz meni shu Pan degan жаңа Pan Shiming degan Xitoy chaqirdi. Mani suvga tushadigan zalga aparinglar dedi. Shu men bordim. Mening arqimda yana bir qozoq bola keldi, Turdibek deb. Shu Tarbag'atay aymoqda Ashila avulining maktab muallim bo'lgan kishi ekan u. Shu ikkimizda keldi. Shuning Pan Shiming degan shu Xitoy shu yerning kadri shu keldi. Bugun sizlarni lagerga aparadigan bo'ldi. Hozir telefon kelib uqtirish keldi. Sizlarning semiya ulu ayol bola chaqalaring Qozog'istonda ekan. Shuningga sizlarni lagerga qaytadan aparadigan bo'ldi. Sizlar Qozog'iston ketganga tayyormi debdi. Tayyormiz, ketimiz qo'yib bersa debdi. Shu Qozog'iston ketidan o'xshaysizlar. Shu telefon keldi. Turdibekning semiyasimi, sizning semiyangizmi Qozog'istonda ekan, shuni aniqladi. Shuningga sizlar lagerga boradigan bo'ldinglar deb 4-oyning 17 kuni to'g'ri bir oy bo'lgan vaqtda meni shu lagerga yana akeldi. Lagerga kelgan vaqtda yana shunday akeldi. Qo'l oyoqimizda kisan, qo'limizda ko'zir, boshimizda qora qalpoqni kiygizib, yana shu yerga keldi lagerga. Lagerga kelgan vaqtda bizni meni shu 3-qavat qapadi. 3-qavat 70 qapadi. U yerga borsam bir kravatda bir odamdan yotadi ekan 8 odam. Hammasi men tunimaydigan jiq odamlar. Semiyasi shu Qozog'istonga ko'chib ketgan ashuna odamlar ekan. Asha kirib tunishib, "Voy, nim bo'ldi bu? Ajoyib bir ish bo'ldi bu. Birdan bular bu nima desam, voy, shunday bir yaxshi xabar kelyapti-da. Qozog'iston bu Qozoqqa ko'chib ketgan bu odamlarning ikki tarafga bo'linib semiyasi qolgan odamlarni uyin semiya ayollar arz qilibdi. Shunga Xitoylar endi qanday qilgan nimatamay shuni qo'yib berdi ekan. Biz endi uy qaytadigan bo'ldik dedi. O'ma yaxshi xabar ekan. Bu yaxshi ekan. Shuningga biz Qozog'istonliklar semiyasi Qozog'istonda deganlarni bo'lib yotqizdi mana. Deb shu 8imiz ashiyada yotdik. Bir hafta yattık. Hech nima xabar yo'q. 10 kun yattık, xabar yo'q. Kunduz shu bekatamayib yatamiz, şimdi yatamiz. Shu chaqda yana o'qiydigan bo'ldinglar dedi.
Şu yerda o'qidik. Shu yerda o'qib 9-ayning 2018-yili 9-ayning 3 kuni. Yani şu nima dedi? Qozog'iston ketasizmi dedi, ketimi dedim. Zadi ketamsiz, yer ketem dedim. Vay siz yaxshi o'rganbapsiz unda bo'lsa deb meni yana shu turmaga apardi. Shundan oy apasang apa deb 9-ayning 3-i meni shu 2-chi yangidan sağan turma bor. Ashiyaga apardi. Ashiyaga apagan, meni ketgan vaqtda chiq odamlar voy sizlar hamda chiqib ketdinglar, xo'sh bo'ldi, hamda yaxshi bo'ldi deb ashunda ko'rishib ketgan odamlar yana baganda ular voy sen yana inib kelibsan-ku, nim bo'ldi dedi. Voy ashunda qilib apargan Qozog'iston mo'sin deb. Keyin ay apamidi. Nim bo'lgan biz uqmaymiz unda. Bu shunda yatirmiz sizdan bilan birga o'qiyoy siz ketib qolgan ekan desak dedi. Voy nari ketaman. Asha lagerda bo'ldim dedi. Shuyan o yerda yana shu o'qidik burungida. Shunda maktabda o'qib, yana shu qizil naqshlarni to'ladik shu. Onu to'lab, bunu to'lab shu. Şuradan keyin 11-ayning 23 kuni bu turmada nima qiladigan odamlar, namoz o'qigan odamlar, Qur'on kitob sotgan odamlar, yana shu nima deydi? Arz qilgan odamlar ashlarni sot ochdi. 11-ayning 23 kuni. Sularning ismini deganlar shu turmada qoldi ekan, ismini demaganlar lagerga ketdi ekan. Hamda u yerda mening ismim chiqmadi. 11-ayning 23 kuni meni shu lagerga yana olib keldi. U chaqda olib keldi, kelgan vaqtda meni 2-chi etajning 5-yotoqqa keldi. Voy nim bo'ldi bu? Zodi birdan bu yoqqa bak mangizdi qo'y bu guylar deb. Ashta qilganda voy endi ketadigan bo'ldi. Miyada bir zavod ochibdi Xitoylar. Qanday zavod desam, bir mashina yasaydigan zavod, hamda kiyim-kechak tikadigan bir zavod, ishbak yemak yasaydigan zavod, non yapadigan zavod. Ashunday 4 xil zavod ochibdi. Ashning ishlaydi ekanmiz. Ishqipar kiyim beradi ekan. O'sha yerda ishlaydigan bo'ldik. Yaxshi bo'ldi deb shunda qildi. Endi o'qimaymizmi desa, yo'q, o'qimaymiz dedi. Endi o tamoq yeydiganning oldida o'sha qizil naqshlarni aytamiz. Uni naqshini aytib qo'yib tamoq yeymiz. Bo'lmasa tamoq yegizmaydi. Men kiyim tigam dedim. Men de bunu ishlab bo'ldim. Men kiyim tikib baqmaqman, ana kiyim tikay. Deb kiyim tigan ugan 3 kun yurgandik. Ashi Yaponiyaning mashinasi ekan, oyoq bilan tasdiqsan, deb mangdigan ashunda ekan u. Boshqanda shu o'qimaymiz. Tekshiradigan ekan, yuqori, to'man, kichik, o'rta deb ashunda qilib ekan. Boshda shu bildik qildigan bir nimani yasatdi. Shuni tikkizdi. Keyin tikkan ashi o'rni qiyshiq bo'lsa deydi bizga. Men sizib oling. Sizib olib shuni tikkasiz deb. Şundan bir 2 kun 3 kun ashini yugandik. Tuzu mangizadigan bo'lib. Keyin onimi yaxshi mangizadigan bo'ldik. Onun keyin shu yerda maktab o'quvchilarining kiyimi va rabochiy kiyimlar u yerda tikadiganlar. Har xil hamda zavodda ishlaydiganlarning kiyimi shularda tikkizdi. Men u yerda to'liq bir ay vaqt ishlab qoldim endi. U zavodda ishlaganning tamoq yaxshi bo'ldi. Marka bizga ko'rsatmadi. Markasini ularning o'z adam borki, ular o'z nima qildi markani. Markani bizga nima qilgizmadi. Hamda bir qatim bir markani ko'rsatib qoldi. Keyin u yerda markasi Nanxan degan bir nima bo'ldi. Mana iPhone yetishingda bir qo'l sürtadigan bir lo'ngi bor kichik. Shuning markasi berdi. Nanxan degan shu ismda qoldi. Keyin uni alg'izib etdi. Bu Nanxan emas, bu bevazda kelgan marka ekan. Xato qilibsiz. Olib betinglarmisin deb alg'izib uni
әмісін жығыштырып алды. Мұны көмедік, ештеме қылмадық дейгіңлер, бұны айтмайсыздар деп. Камерадан ашында вақырап, ай бұл бір күн ашында бір неме болды. Шүні кейін о марканы көмедік ешқанда. Әнде әзір киімлерін шығарамыз. Бірісі қалтаны шығарды, бірісі неме дейміз, шалбар дейміз ба, неме дейміз, кузы дейміз ба, қытайша. Машының алды артын қосамыз, бірісі белін салады, бірісі қалтасын салады, бірісі ауын түкеді. Бөлек беріп өткен. Ашында шығырды, әмді марканы бізге көрсетмеді. Кейін, мен шу киім тікіп атқан вақытта 2018 жылы 13 айының 23 күні түштен кейін. Ашы лабадан бақырады. 147-ші орындық отырған. Менің ісім толады, Ербақыт Отарбайды. Азыр тарқал шықсын заводтан. Өзінің тиісті өзінің нәсіпсі болса, шөйдің алсын, заводтың нәсіпсін алмасын, тарқал шықсын деп. Ашында ісім шақырды. Шу бойынша ішкі шежін келді. Сіздің өзіңіздің нәсіптеріңізді жығыштырып алың çıkıdığan boldular dep. Aşında ap çıktı. Şunun o mektep okuyatkan okuvchilar var. So mektep işte adam yokken şu keldik. O günü biz 10 neçe adam da geldi. Birisi dadısı Kıtay, apsı Orus. Aşında Arjuanzı deyimiz mi? Kıtayşa. Aşağıda birisi oldu. Atı ismi Düycan dep. Hem de bir Kazak kişi oldu. Kojarkan dep. Yani birisinin atı Saydollah. Onun ayalı, onun kızı bir semiye emiz kirketken olan. Yani birisinin atı kim diye abi? Bir 10 neçimiz çıktık şu günü. O çıkan vaktinde bizde derhal koyup etmedi. Şöçüğünün adamı kep, sizni ince yakıp, şula kol koyup, sizni alıp gidirken. Beni şu Tarbağat'a aymak şöçüğünün adamı. Bizden özümüz rayonga karaydıgan şöçü Hıping. Hıping boğan iken şunun adamı kep, bir er kişi, bir ayal kişi geldi. Şöçüğünün adamı. Şula koyup, sizni alıp çıkarken. Şöyle çıktık, tüngü vakit saat 2'den asıp 3 vakit boğup etken kez. Şöçüğü kapı geldi, kelgeninden aytты, sizin yatak üçün çık, yatazlar şu yerge yatın, kalan işini ettigen kılayla dedi. Makul dedi. Şimdi işkin çıkavat, anda tor temir işlemi yok. Şu bostandıkka çıktık da koşal boğup, bir gün uxlamadı koyadı. Ettigen gün attı, gün çıktı, o yaxşı oldu dep. Sık çıkıp, aslında kısam, siz bizden bir yağa barsanız, ruhsat suraysiz. Näge var siz, nime kıldığınız diye. Bizden bir adam siz bilen birge mağdı o. Näge var, näge turganız diye, o birge baradı. Buldu dep. Hem de men bostandıkta çıkkanınga hoşal oldu. Şunu şu yerde ben 2019 yılı 5. ayının 22'si günü. Yani üy kamak deyimiz var. Men yatkan şer üy kamak şu anda. Yani lekin endi sırtqa çıkıp bir narsalarini magazinden üzüm satıp alsın. Ya 5. ayının 2019 5. ayının 22'si günü Şinjing Pearson'un bir kadr geldi. Siz Kazakistan'a ketadigan boldunuz. Pasportunuzni, aşı lükanızni hammasini tayyor qilin. Atdigan sizni Pearson'un adamı mashina bilan sizni chegaraga aparib, shu yerda o'tkazadigan bo'ldi dedi. Bo'ldi deb qo'shar va quvonib 2019 yılı 5. ayının 23 günü atdigan Pearson'un mashinasi shu bizni olib, men bilan birga chiqqan bir shu lagerda bo'lgan ishga ayol kishi bor. Birisinin adı Bakıt, yani birisinin adı Saltanat deb. İkisimi muallim bo'lgan kishilar. Yani men
Aşağıda bir maşinada üçümüzde aparıp çekaraga geldi. Şurada şu amını tekşerip nima qilib şu yerden ötküzdü. Şu men Kazakistan'a 2019 yılı 5. ayın 23'ünü Kazakistan'a götürdük. Endi jaza endi boldu. Neçe qatam ularni qarshi turdik. Bu nima qilgan, men nima ishlab qo'ydim zada. Men bir xatolik ishlasam sizlar desangiz bu beka bu nima qilganlari bu deb bir qatam vaqiraganda meni aparib shu urib, shu to'qtayoq deymiz ғой, dembang deymiz ғой xitoycha. Aşı bilan urib, başımni ben bar qo'y mening hamsa jarilgani, mening tirtig'i, mening tatig'i, qo'limning tirtig'i, endi uni jazilmadi deb demaymiz, jazili de. U tamak bermaydi jazilgan vaqtda. Bir kunda shu bundaq bir mo'minning jartisini beradi. Su yok. Aşağıda tuvalet siyip içadigan yerden su var. Aslında unitazını juvib tozalab, şerden su içadigan bo'ldik. Aşında o'lib ketmaygizdi. Endi urib jazalab, aşı doktorxonaga yatkazgan vaqtda bo'ldi u yerda. Operatsiya bo'lgan vaqtimda bo'ldi. Shu qiyin vaqtlarda ko'p. Men so'qirshak deb, men so'qirshakmi shu anda jarib operatsiya qilganmi bo'ldi. Endi jazalanib o'lib ketgan odam bor, o'sha qozoq bir kishi bor deb qo'sin deb. Uni urib o'ltirib ketdi yani. Endi unimi tegizmaydi. Biz ketgan vaqtda bizga shu qo'l qo'yg'izdi. Mushu lagerda bo'lsin, jani turmida bo'lgan bo'lsin, ko'rgan, bilganlaringni, anglaganlaringni herkes aytmaysizlar. Bunu aytadigan bo'lsanglar, bu yerda sizlarning urib taq tuqunlaring bor. Mesela mening dadam bor, anam bor, acham bor, qarindosh singlilarim bor. Ashlarning chiqadi. Shuningga sizlar bir og'iz aytadigan bo'lsanglar buni. Endi keyin bularning keyini qanday bo'lganini sizlar o'ylab boqqanlar deb. Shuningga bir qog'oz qo'l qo'yg'izgan yer bor. Endi nima qilsa qilsin, hozir endi men bu anglayapman de, uydagilarga telefon qilaman, andamda. Deydi, balam siz endi unday demang, bo'pti. Endi uy bola chaqang bilan bir bo'lgandan keyin hech nima demang. Bu biz mishaqdamiz. Endi biz boraylik desak, pasportmi bermadi dedi. Meni akam, dadam pasport so'ragan ekan, bermabdi. U borgandan keyin YouTube'ga men arz qildim. Hammasini jarayon qildim-ku. Shunga bu odam gapda turmadi. Shunga mening tuqunlarimning men telefon qilsam, ular olmaydigan bo'ldi hozir. Burun endi bir necha qatim telefon qildigandek, hozir telefonmi yo'q. Hamda bir og'ayin do'stlarim bor. Ashunga deyman, shular deydi, "O'y, Qadirjon bo'ling, uydagilar hammasi yaxshi, xafa bo'lmang" deb. Shunday shu endi ayol kishilarni jazolab, uning chashini qiyib, chashlarichi qiyib, ularning endi vaqiratib, unda qilgan ishlar ko'p. Endi men quloqni anglaganimda deyapman. Endi ko'zim ko'rmadi, ularni zo'rlab, unda qilganlar bor ekan, biroq uni men biz ko'rolmaymiz-da endi yotoqda bo'lgandan keyin. Biroq vaqiragan, ashi yig'lagan, unda ovozdan anglaymiz endi. Endi ularni. Endi başka nima deymiz endi? Endi u yerda hammasi yaxshi, voy, keramat deb men aytolmayman. Unda endi men hech nima yaxshilik ko'rmadim. Chin gapim shunda endi. Endi buni shu sotning oldida buning hammasini jarayon qilishga biz tayyormiz.